Zuhruf surasi Makka da nozil qilingan 89 oyatdan iborat. Zuhruf zeb zinat demakdir. Surada bu haqda oyat nozil bo'lgani uchun unga shu nom berilgan. Unda Allohning beadad ne'matlari, mushriklarning Alloh sha'niga to'qigan bo'xtonlari, Ibrohim va Muso payg'ambarlarning qissalaridan lavhalar va boshqa ma'lumotlar mavjud. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamim. Ha mim. Wal kitabil mubin. Aniq kitobga, Qur'onga qasamyod etamanki, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. albatta biz uni sizlar anglashingiz uchun arab tilidagi Qur'on qildik. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Dar haqiqat u Qur'on dargohimizdagi asl kitobda, lavhul mahfuzda oliy maqom va pur hikmat bitikdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Bas haddan oshuvchi qavm bo'lsangiz, sizlardan bu eslatmani burib, o'z holingizga tashlab qo'yaylikmi? وكم أرسلنا من نبي في الأولين. Avvalgilarga ham qanchadan qancha payg'ambar yuborganmiz. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Ular ham o'zlariga kelgan payg'ambarni faqat masxara qilar edilar. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Bas ulardan, Makka kofirlaridan kuchliroqlarni ham halok qilganmiz. Qur'onda avvalgilarning misollari, qissalari o'tdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Ey Muhammad, qasamki, agar ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, albatta ularni qudratli va bilimli Alloh yaratgan derlar. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. O'sha zot sizlar uchun yerni beshik, qarorgoh qilib qo'ydi va safarlarda yo'l topishingiz uchun unda yerda yo'llarni paydo qildi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. O'sha zot osmondan aniq o'lchov bilan suv, yomg'ir yog'dirdi. Bas biz u suv bilan o'lik yerni tiriltirdik, giyohlarni undirdik. Sizlar ham qiyomatda qabrlaringizdan mana shunday chiqarilursiz. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. O'sha zot
barcha juft narsalarni yaratdi va sizlar uchun kemalar va chorva hayvonlaridan ulovlarni paydo qildi. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Toki sizlar ularning ustiga mingaysiz, so'ngra unga o'rnashib olgach, Rabbingiz ne'matini eslab aytursiz. Bizlarga bu ulovni bo'ysundirib qo'ygan zotga tasbih aytamiz. Bizlar o'zimiz bunga qodir emas edik. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Albatta bizlar barchamiz Rabbimiz huzuriga qaytuvchidirmiz.